Bu mashinaga ko'pchilik har xil summalar taklif qilishdi. Lekin akalar, bu mashina tekinga berilmaydi, avtovesinda proyekt bo'lib qoladi. Jazda rangini sizlar bilan birga o'zgartiramiz. Hozir 3 xil versiya ko'rsataman. Birinchisini prosta ko'rib bermasangiz bo'lmaydi. E'tibor bilan qaraysiz, bitgan holati xuddi shunaqa bo'ladi. Mana bu o'rtalarida liniyasi ham bo'ladi. Xullas akalar, ikkinchisini ko'ramiz. Kapot bilan tom boshqa rang, o'sha yo'llari, orqalari boshqa rang. Gucci ham lekin akalar yomon turibdi. 3-nomerni ko'ramiz. Akalar, bilasizlar, avtovesinda 50 xildan oshiq plyonkalar bor. Xohlagan risumkangizni qilib beramiz, lekin sizlardan hozir bitta yordam. 3 ta versiyadan qaysi birini qilamiz? 1-nomer, 2-nomer, 3-nomer. Gap. Qaysi biriga ko'p ovoz yig'ilsa, o'shani qilamiz. Gazini bosamiz akalar.